Oybek, 14 fevral qanaqa kunligini bilasizmi? Voy, qanaqa kun ekan? Ha, Lobarxon, uydaman. Qattayam bo'lardim. Uydaman. O'zingiz yaxshimi? Chiqmay qo'ydingiz? Ha, chiqing, Lobarxon. Uydaman, bekor o'tiribman mana. Nima qilay? Ha. Nima deyaptilar? Shuni deyaptilarmi? Oybek, o'shani aytayotgandim. 14 fevral qanaqa kun edi? Yo'q dedim. Yo'q. Men oxirini olganman gapni. Oxirini olgan birinchisini oladi. Ha, ya undan ko'ra uyimda pulim shunda o't-bo'tda yotaveradi. Hech kerak emas gap o'ynashim. Oybek, ojon nima deyaptilar o'zi? Men bilan bekor o'tirganingiz onamga yoqmayapti-yu. Tilingizga shakar bu bilabom, tilingizga shakar. Aynan. Oybek, 14 fevral qanaqa kunligini bilasizmi? Zahiriddin Muhammad Boburni tavallud ayyomi. Necha davron g'ussasi bo'lg'ay mening jonimga xos. Koshki o'lsam, dog'i bu g'ussadan bo'lsam xolos. Voy qari. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Onajonim, Alisher Navoiy g'azalidan 9 fevralda o'tib ketdi. Ajab bo'lsa.